Qizim senga aytaman. Qizim sen eshit turkumi dasturida darsimizning 89-qismi. Hozirgi qizlar onasining gapini bir tenga olmasa ham, lekin men yana gapirishda, yana o'rgatishda va farosatingni shakllantirishda davom etaveraman, qizim. Xo'pmi? Oyog'ingda o't chaqnasin. Bitta ish chiqib ketayotganingda, yo'lingda ikkinchisini ham davom ettirib ketgan. Tushundingmi? Sochingni bo'lsa, onang o'lganda yoyasan. Qoshingni bo'lsa, erga tekkaningda terasan. Qoshin tergan qizlar buzilgan qizlar hisoblanadi. Kalta kulta kiymoqchi bo'lsang, erga tekkaningdan keyin xohlaganingni, xohlasang yalang'och yur. Ko'chaga chiqqaningda uyingni shunaqa yig'ishtirib ketkinki, kiyganingda mehmon bilan kelib qolishing mumkin. Hozir. Tushundingmi? Boshingni osayotgan. Ish boshlanganda uyda sirazi katta ishni o'zingga olgin. Ishdan hech ham qochmagin. Ish tugaydi. Ish tugagandan keyin o'tirib hamma choy ichadi. Keyin voysan, ish qilmasdan o'tim og'riyapti, butim og'riyapti deb kirib ketsang, keyin ish tugagandan keyin o'tirib hamma choy ichadi-yu, o'sha choyga seni chaqirishmaydi keyin. Opma qizim? Hech narsani bilmayman demagin, o'rganaman degin. Uyga odam kelsa, siraz oyoq kiyimini tuzatib qo'ygin. Mehmon keldimi, o'tirdimi? Yoniga o'tirib olma, siraz katta ovqatda boshlagin. Oshga sabzi piyoz bosasanmi? Ana, chochingni o'riguncha shuncha o'gitlarim senga. Bu qulog'ingdan kirib, bu qulog'ingdan kirib, bu qulog'ingdan chiqib ketmasin, xo'pmi? Ertaga so'rayman, darsimiz davomi bo'ladi, xo'pmi? Xo'pmi?